Assalomu alaykum hurmatli anglag'uchilar, xayrli kunlar. Yozuvchi Yosinjon Sodiqcho'g'lanning Bahodirnoma nomli romanining davomiga quloq solgaysizlar. O'zini buyuk istilochi Iskandar Zulqarnaynga taqqoslagan sari vujudida quturgan shuhratparastlikni qondirishga oldirgan Shaybonxon Xuroson vodiysiga qanoat qilmadi. Amdi ko'zini Xurosonning qo'shnisi bo'lgan Iroqqa tikkan edi. Bu yerdagi Iroq asosan Dajli daryosining sharqidan toki Ironning chegarasi ichidagi tog'liq rayonlargacha bo'lgan Iroq ajamni ko'stadi deb izohladi. Ammo u yangi raqibiga qarshi lashkar tortishga bakmi oldirab ketmadi. Chunki u bu yangi raqibini oddiy so'pi oilasida tug'ilgan ota-bobolarining zohidlik taqvodorlik an'anasiga jon dili bilan vorislik qilib, Shiya mazhabidagi musulmonlarning yuksak hurmatiga erishib, 14 yosh vaqtida Iron turklarining nazarida muhtaram sanalib, katta obro'y qozongan. Shu sababli sunniy mazhabidagi siyosat dushmanlarining zulmida jismiy va ruhiy og'ir zaxmlangan xalqning himoyasi bilan oilasining oddiy joynamizini butun Ironning oliy taxtiga aylantirishga muvaffaq bo'lgan Ismoil Shohni obdan tushunadi. Ismoil Shoh nasl jihatdan turk hisoblansimi, maddohlari uning diniy shuhratini oshirish uchun uning ajdodining so'pi naslining 7-imomi Musodan boshlanganligini davron qilishadi. Hazar dengizining g'arbiy tarafida yashovchi 7 turk qabilalari uningga avliyo maqomida hurmat qiladi. Ana o'sha Ismoil Shoh targ'ibot bilan lashkariy ishlarni birlashtirib, Iron bilan Arabistonning cho'ng qismida mustaqil, qudratli bir hokimiyat tikladi va Shiya mazhabini qattiq himoya qildi. Targ'ibot vositasi bilan islom dinining 4-xalifasi Hazrat Ali avlodiga bo'lgan hurmatini milliy ibodat darajasiga ko'tardi. Shu sababli Shiya mazhabining suluklari islom dunyosining boshqa joylariga qaraganda Iron xalqi orasida tez tarqaldi va qabul qilindi. Navoda Sulton Husayn Boyqarodek tadbirlik, qudratli podshoh Hirot taxtigohini egallab, butkul Xuroson mulkini mustahkam qo'g'dab turmagan bo'lsa, Ismoil Shoh allaqachon Shiya mazhabini Xurosonga, hatto Mavara-un-Nahrga tarqatib umumlashtirishi tamoman mumkin edi. Amdi ta'sir doirasini o'z tarafga kengaytirish qo'yga tushgan Shaybonxon islom dinidagi sunniy, Shiyadan iborat ikki mazhabning ko'rishidan foydalanishni, Shiyalarni jazolash bayrog'ini ko'tarib chiqib, o'zi yangi istilo qilgan xonliqlardagi xalqning himoyasiga erishishni ko'ngliga pukkan edi. Ismoil Shoh saltanatimi lashkariy jihatda jangovar, jasoratlik, davlat kuchi jihatda qudratli edi. Shunga Shaybonxon avval uni chekib beqish ham hayvisni ko'z-ko'z qilish maqsadida Ismoil Shohga bir parcha maktub yozdi. Ey Iron hukmdori! Bana kelgan ma'lumotdan qaraganda, sen zalolat yo'lini tutib, shaytonning ig'vosiga berilib, Kuproni Shiya mazhabini tarqatib etibsan. Seni shundoq ogohlantirmanki, bu g'ayriy mazhabdan darhol voz kechib, haqni botildan ayirib, pok dinimizning saodat yo'li bo'lmish ahli sunniy yo'liga qaytqin. Tasarrufundagi sunniy mazhabidagi jamoatga zulm silishni, o'ltirishni to'xtat. Bo'lmasa, yoqqan isyonning yolqini o'zingni ko'ydiradi. Shul topda sen butunlay xato yo'ldasan. Shaytonning vasvasasidan mangu qutulish uchun bu zalolatingdan voz kechib, haq yo'liga qayt. Agarki bu ogohlantirishimni nazarga ilmay, botillik patqiqidan chiqishni xohlamasang, hisobsiz lashkarlarim bilan tasarrufingga bostirib kirib, o'tkir qilichim bilan oshi go'zal gumbazlari egiz Isfahan saroyingni yer bilan yakson qilib etaman. Mening jazoim homiyliqimga johil ahli Shiyalar uchun to qiyomatgacha unutilmaydigan darajada shiddatli bo'ladi. Iskandar Soniy, Xalifa-i Rahmon,
İmamız zaman Sultan Şeybanixondan deb bilursan. Nomi tamam, vassalom. Şeybanixon maktubni yezib tamomlagandan keyin podshohning to'van darajalik bakki yozgan maktubiga o'xshash muhrini maktubning o'ttirig'a va orqasiga bosdi. Bu uning Ismoil Shohni ochiq ko'zga ilmaganligi edi. Şeybanixon bu maktubni kotiblarga bir necha nusxa ko'chirtkizib, tasarrufidagi har qaysi shaharlarga jakorcha avatib, xalqqa jakorlatqizdi. Bunda qilishdagi maqsadi xalqqa o'zining Shia mazhabiga qarshi g'azot qilishga tayyorlanayotganligini bildirish edi. U ana o'sha usul bilan asli muddasini yo'shirib, Shia mazhabidagilarni jazolash bayrog'ini ko'tarib chiqib, oddiy avomni aldash muddasiga yetgandan keyin barliq sarkard lashkarlar bilan Kirman tavasiga bostirib kirdi. Şeybanixonning bu tahdididan Ismoil Shoh qilchilik sarosimaga tushmagandek qiladi. U so'g'uqqonlik bilan Şeybanixonga bir parcha javob maktubi avatdi. Farg'ona, Mavara-un-Nahir va Xurosonning yangi hukmdori bo'lmish hurmatli Şeybanixon oliylariga avatgan muborak maktublarini topshirib elib, mazmundan vaqiflandim. Balkim o'zlariga qarang'i bo'lmasa kerak. Ilgari Xuroson hukmdori marhum Sulton Husayn Boyqara oliylari bilan bir-birimizning tasarrufiga ta'arruz qilishmaslik, inoq, yaqin qo'shnidarchilik munosabatimizni saqlab, mazhab, e'tiqodlarimizga shak keltirmaslik xususida ahdnoma bitim imzolaganmiz. Shul sababli uzun muddatlardan beri o'sha ahdnomalarga amal qilib, ikkala tarafning ko'ngil etikiga qarshilik, adovat, husumat chang-to'zonlari qo'nmagan edi. Ikki el, ikki hukmdor orasida yeni adovat kirlari yo'q edi. Hala bugungi kunda Xuroson taxtiga janoblar barqaror bo'libdilar. Saltanat Yusuni hukmdorlik qoidasi bo'yicha keyingilar cho'qim oldinqilarning ahdi va'dasiga amal qilishi kerak. Kaminalarimo sili bilan ittifoq bo'lib o'tishni, balkim oti bilan boladek hurmat izzat ko'rsatib yashashni to'liq orzu qilaman. Sili mendan yoshli cho'nglarni hurmatlash kichiklarning fazilatidir. Sili tarafdan otaliq qoidasi namoyon bo'lsa, bu tarafdanmi farzandlik aloqasi mustahkamlangisidir. Janoblarga bunu ikki misra nazmni hadiya qilay. Adovat nahlini yo'lg'ilki qilg'ay ranjiga oshib, niholi do'stlik tikkilki komidil bo'lur hosil. Nahl degan ko'chat deb to'zahatdi. Şeybanixon Ismoil Shohning maktubini ko'rib, xijil bo'lish u yoqda tursin, do'q, ta'atlar bilan to'lgan tövendagi maktubni yo'lladi. Ey Shoh Ismoil, Manga saltanat Yusuni hükümdarlar barısida ig'iz ichishdan uyalsangchi. Sening qaysi bir 75 ton saltanat tutib hükümdar bo'lgan edi? Mana men haqiqiy bir saltanat posiboni, hükümdar pushtiman. Baboy buzurglarimdan O'zbekxon, Sulton Obulxayrixon butkul dasti qipchoqdolisini titirtib, atrofidagi xon sultonlarning bildirgan zimmiligi, avatgan ulpan pishkashlarini qabul qilib, ularga homiy bo'lgan. Saltanat shuhrati yiroq-yiroqlarga taralgan. Eng yaxshisi, har kim otasining hunarini qilishi lozim. Sening otang shayx so'pi bo'lsa, saxovatchilarning sadiqa niyozlariga toyinib jinini beqib kelgan qalandarlar toifasidandir. Balkim sen bu Qur'onni o'qib etib, ona taraf jamoatini pash qilmoqchi bo'lursan. Ammo shuni bilginki, Sultan Yaqub ibn Hasan singlisini otangga bergan kundan e'tiboran uni o'z jamoatining maliklari qatoridan chiqarib atgan. Hala bugungi kunda nasabingni ona jamoatingga bog'lab, saltanat da'vosi qilishing to'liq kulgulik bir ishdir. Mana men ota va ona nasabi sultonlarga tutishadigan haqiqiy hukmdor avlodiman. Oqillarning o'g'il otasining hunarini qilsin, qiz onasining ishini tashlamasin deydigan hikmati bor-ku. Ömrü mamlakatu mulkini bilir shohlar, gadoya gushan shinsan
xuruj eylemegil. Sana bir hasa, bir cende, bir kaşgül hediye kıldım. Bu hediyelerini kabul kılgın. Bular sana otağından kalgan miras alametleridir. Nasihat anlağıl, canaki candan dosturaq bilgey. Cevani saadet men pendi piri danani. Meger ki nasihatimni qabul qilmay, putunni saltanat taxt üstüden ilishni xohlamasan, o'zingdan andish qilgin. Qo'limda boboy buzurgimdan miras qolgan qilish va hokimiyat bordir. Oti miras tilamchilik unvoniga shukr qilmasang, o'z uvoling o'z gardininga. Mendan emas, o'zingdan ranjigaysan. Arusi mulkini ul merdu olur kenarıga, ki böse qilsa dametigi obdariga. Zahatlarni o'qib o'tay. Zimmilik bildirish, hukmronligini saqlab qilib, el bo'lish, bo'ysunish, güçlenişin, dervişlik yo'liga kirguchi, xurush, hökirmak, vaqirmaq, Cavan, yosh yigit, pand, nasihat, kenar, quchoq, bo'si qilmoq, so'ymak, dam tig'i, nafas xanjiri, obdor, yaltirash, o'tkir, deb izohatda. Texnik tushunishli qilib o'qib beraman. Zimmilik bildirish degan hukmronlikni saqlab qilib, el bo'lish, bo'ysunish degan bo'ladi. Güçlensin degan darvishlik yo'liga kirguchi, xuruj degan o'kirmak, vaqirmaq, javon degani yosh yigit, pand degani nasihat, kenar degani quchoq, bo'si qilmoq degani so'ymak, dam tig'i degani nafas xanjiri, obdor degani yaltirash, o'tkir degan bo'ladi deb izohatda. İsmail Shoh Shaybonixonning adabsizlik bilan yozgan javob xatini ko'rib qattiq g'azablandi va tövandagi maktubni yozib avatdi. Ey Shaybonixon, seni ilm hikmat tahsil qilgan fozil kishi deb faraz qilgan edim. Afsus, to'liq xatolashibdiman. It quyruqida yog' va kuch bo'lmaganidek, esilligi bo'lmagan odamdimi yaxshilik va oliyjanoblik bo'lmaydiganligini bilishim kerak edi. Jahondagi olim ulamo, donishmand, fozillarning sarkillari istiqomat qilgan ilm, hunar san'at dargohlari deb ta'riflanadigan jahondagi olim ulamo, donishmand, fozillarning sarkillari istiqomat qiladigan ilm, hunar san'at dargohlari deb ta'riflanadigan Hirot, Samarqand, Buxorodagi katta shaharlar son zoya ketibdi. Ota-bobolaringning bir mahal saltanat surgini rost. Ammo otangdan qolgan shuhratni ko'z-ko'z qilib kibr qilma. Ul sharaf va shuhrat o'tmishga mansubdir. Ajdodingdan qolgan shon sharaf va shuhratga senmi yangi va munosib shon sharaflarni qo'shqin. Shunday qilgandala haqiqiy sharaf egasi bo'la olaysan. O'zingga mansub bo'lgan sharafga ishonching bo'lmag'icha, otangning shon sharafi bilan sharafli bo'lish davosida bo'lma. Chunki o'zingga xos sharaf bo'lmag'icha, boshqalarning sharafi sana asqatmaydi. O'tmishingga mansub bo'lgan sharaf bilan o'zingga mansub bo'lgan sharaf orasidagi farq bugun bilan tunugin o'ttirsidagi farqqa o'xshashdir. Tunugungi rizqingning bugungi foydasi bo'lmaganidek, tunugungi to'qliqningmi bugungi ochliqqa foydasi yo'qdir. Ey Shaybonixon, agar har bir o'g'il otasining hunarini qiladigan bo'lsa, odam farzandining hammasi payg'ambarlik maqomiga yetishi lozim edi. Agar podshohlik butunlay miros yo'li bilan bo'ladigan bo'lsa, podshohning avlodidan boshqa kishi podshohlikka loyiq bo'lmasa, podshohlik pushtidan pushtiga qoladigan bo'lsa, u chaqda podshohlik kiyonilardan oshmagan bo'ladi. Bundaq ahvol ostida
Sening ota-bobolaringga saltanat qandoq muyassar bo'ladi? Sağmı qandoq muyassar bo'ladi? Senmi dast qipchoq dolisida poda beqib yurishing kerak edi ku. O'lgan otangni sanat etma javon, itga be qilma talash ustixon. Sen yana maktubingda yozibsanki, Rus mulkini ul merdu olur kenarıga, ki böyüsü qilsa dami tig'i obdoriga. Mening javobim mushu beytdir. Xo'p, agar men tilimchi darvish bo'lsam, ulug' imom Rizoning muborak qabrisini ziyorat tavob qilish uchun tasarrufondagi mashhadga berishim zarur bo'ladi. Shu yerda uchrashaylik. Sen yog'lashmoqni ixtiyor qilgan ekansan. Menmi jang kamarimni belimga mahkam bog'ladim. Oyog'imni jang uzangisiga qo'ydim. Ikkimizning o'ttirsidagi da'vo jang maydonida ayrilg'usi. Shaybonixon İsmail Shohning maktubini topshirib elib, barliq sarkard lashkarlarga chekinib Marvaga yig'ilish to'g'risida yorliq tushirdi. Saidxon texcha chiroyini ko'rib baxmagan o'g'lini seg'inatdi. Chiroyini, tatliq qiliqlarini xiyoliy tasavvur qilibdi. O'g'li bilanmi, suyimli xotini Zaynab bibi bilanmi xiyoliy mo'lishatdi, chaqchaqlashatdi. Ana, Saidxon o'g'lining yumshoq qursaqlariga, yumron mag'ziga, toponlariga yirik soqollarini surkab erkilatdi. O'g'lining kichikkina ujukiga so'yib qo'ydi. Saidxonning hayajonli xiyollarini ishik tuvida paydo bo'lgan mahram uzib qo'ydi. Validay buzurib keldi. Saidxon xiyollarini uzib das o'rnidan turdi. Hujraga avval onasi, ondan ona taraf tog'asi Mirza Ali tog'ayi kirib keldi. Harmag'ayla ona. Saidxon onasiga salom bajo qilib, ko'rishmagili uzun bo'lgan tog'asi bilan qo'l elishib ko'rishdi. Assalomu alaykum tog'a. Amanmısınız? Mana ahir görüşdük. Xudoga shukr. Xonzodan bilan ko'rishib ko'nglim aramig'i tushdi. Saidxon bu ona jamat tog'asi bilan oshiq qitim oqsidagi mag'lubiyatdan keyin ayrilib ketgancha ko'rishmagan edi. Ha, Mirzali tog'ayi Shohbegimni va Saidxonning onasi hammalarini qo'g'dab Oqsudan Kabulga birga kelgan edi. Saidxon Kabulga kelishdan avval Shohbegim navrisi Mirzaxonni elib Badaxshonga bormoqchi bo'lganda, ularga hamroh bo'lib Badaxshonga ketgan edi. Buzurg momam tinchlikda tog'a, deb so'radi Saidxon mo'misini yodiga elib. Mirzali tog'ayi damonliqqa javob bermadi. Beshini aybkorlardek tuvan soldi. Balkim tinchlikda, dedi u biroz turvagandan keyin. Rost gapni qilsam, Shohbegim oliylarining hozirgi ahvolidan bexabarman. Saidxon onasiga qaradi. Onasining chiroyi g'amkin edi. Ko'ziga g'il-g'il yosh kelib qolgan edi. Buzurg xonish bilan Badaxshonga sog'-salomat yetib borgan edik, dedi Mirzali tog'ayi gapini davomlashtirib. 10 kulkining bir yig'isi bor degandek. Dal shu chog'da Mirza Abubakirning Badaxshonga lashkar avatishini kim o'ylagan deydilar. Raqiblar tor yo'lda uchrashibdi degandek, biz o'sha lashkarlarga do'st kelib qoldik. Ular bizga xuddi osh bo'ri podaga etilgandek etildi. Bor yo'q 100 navkarning yerimini Xonzoda Mirzaxon Badaxshon do'rg'isi Zubayr Og'abekka Shohbegimning xabarini yetkazgach, niyat muddosini bilib kelish uchun birga ep ketgan edi. Qolgan navkar bilan xeyli qarshilik ko'rsatgan bo'lsam-mu, Mirza Abubakirning lashkarlari ko'p bo'lg'ashqa kuch elishamadi. Shohbegim oliylari menga sil qaramlik qilishni qo'yib, darhol Navram Mirzaxon bilan Zubayr Og'abekni topsilar. Biz mazlum kishi bo'lgan ekan, ular ziyon zahmat yetkazmas deb farmon berdi. Amalsiz etimning beshini orqaga burdim. Atisi Xonzoda Mirzaxon bilan Zubayr Og'abekning navkarlarini boshlab kelsam, o'l bosqinchilar oqtimi yo'q, ko'ktimi yo'q. Ular Shohbegim bilan Mehrnigor xonimni xizmatkorlari bilan qo'shib Qashqar tarafga ep ketibdi. Buzurg momam bilan hammam qarab turib Mirza Abubakirning asirga olinib qoldi deysizlar, dedi Saidxon qopqini turib. Mirzali tog'ayi beshini ko'tarammayli qoldi.
aldılardı günahkarman. Bözürük xanışını qoğdayalmay qaldı. Bo'ldi, özlerini ayıplayvermisler, dedi Seyitxan ulug' kichiktinib. Unchalar ko'p lashkarlarga taqobil tura olishlari mumkin emas. O'sha Mirzo Abubakir degan tuz ko'rindayman ha. Shuncha yillardan beri mang'lay suyarni o'nch egilvag'imni ozdab, iblis qo'lini badaxshon g'usini tutib ketinibdi. Tap totmasdan buzurg momamni tutib ketibdi dehi. Xap. Hamma hisobni bir xil olmaydigan bo'lsin. Jasoratlarga barakalloh, dedi Mirzali tog'ay yengil bir nafas elib. Maslahatim shulki, endi Kabulda turavermislar. Sizning taxt saltanatlari bu tarafda emas, u tarafda. Shijoat kamarini bog'lab, saltanat tug'ini lapildatishni niyat qilsalar, kamina tog'lari bu yo'lda jon tasadduq qilishlar qachon tayyormi? Men shu o'yda, dedi Seyitxon. Hozir Bobur podsho oliylari Shaybonxonning muqobilasiga chiqishga tayyorlanayotdi. Bundaq vaqtda uni qonxo'r dushman bilan yolg'iz jang qilishni tashlab qo'yib, ketishga ijozat so'rasam yaxshi bo'lmaydi. Shunga yana bir mazgil sabr qilaylik. Chunki u Shaybonxonda bizning qon qisosimiz bor. Bu intiqomni olgandan keyin ondan Mirzo Abubakirning ishini bir taraf qilishni o'ylashsakmi kechikkan bo'lmaymiz. Mirzo Abubakir har qancha rahimsiz bo'lsa-mu, buzurg momamga zarar yetkazishga petin olmas. Xudoyim Mirzo Abubakirning ko'ngliga insof berib, buzurglarimizni omon eson qilg'ay, dedi Seyitxonning onasi. Shaybonxon raqibini salchaqlab qolganligini 3 kundan buyongi g'alaba yoki mag'lubiyatdan nishoni yo'q dahshatli jangdan his qildi. Ha, Damxon, Sabzavor, Nishapur, Mashhadni chaqmoq tezligida elib, Marvaga shiddat bilan bostirib kelgan Ismoil Shohning lashkarlari biri yo Ali deb nar totsa, ming'i tangli jo'r bo'lib yo Ali deb vaqirab, jang maydonini larziga solatdi. Tumanlagan Iron Shia lashkarlarining og'zidan tangli etilib chiqqan yo Ali degan sado hayvatlik guldirmami bo'lib, jang maydonini titirtib, raqiblarining yuragiga vahima solatdi. Qadami yetganli yerda raqiblarini terib-eran qilib, mangu yengilmaydigandek tuyg'uga kelib qolgan Shaybonxonning sarkard lashkarlari kutilmaganda duch kelgan kuchli raqiblari oldida birdinla cho'chidi. Garchi 3 kundan beri jangda qattiq jasorat ko'rsatgan bo'lsa-mu, yo Ali deb nar tortib qarshilik ko'rsatayotgan raqiblarini kayniga bir qadammi chekindirolmadi. Shia mushriklari yo Ali deb nar tortsa, Allohning shiri Hazrat Ali Shoimardon rostdan ularga madad berarmish, shunga ularni osonlikcha yengil bo'lmaymish degandek fitna fasodlar Shaybonxonning lashkarlarini texmi bak tashvishga selib, g'alabaga bo'lgan ishonchini tavritib qo'ygan edi. Buni ozdab Sirdaryosi bo'yida qirg'izlarga qarshi jang qilayotgan Xonzoda Temur Sultonning qattiq mag'lubiyatga uchraganligi haqidagi qayg'uli xabarni Shaybonxon har qancha sir tutishga uringan bo'lsa-mu, lashkarlar orasiga tarab ketdi. Jiyan o'g'li Abdullah Mirzoning Buxorodan hamdamchi lashkarlarni boshlab, texchi kelib bo'lolmasligi jasorati sustlashga boshlagan sarkard lashkarlarning jangovarligiga hassilab zarba bo'ldi. Nima degan bilan Shaybonxon yanada pishqon, tajribali sarkard edi. U bu zarbalar oldida o'zini yo'qotib qo'ymadi. O'g'li Temur Sulton bilan jiyan o'g'li Abdullah Mirzo boshlab kelayotgan 20 ming kishilik qo'shin yetib kelguncha jang vaziyatida hujumdan mudofaaga o'tish qaroriga keldida, sepillari mustahkam Marva qal'asiga chekinib kirib oldi. Ismoil Shoh lashkarlarining har qancha tirishchanlik ko'rsatibmi, Marva sepiliga chiqishga muvaffaq bo'lolmaganligini, sepil ustidan yomg'irdak etilayotgan yo o'qi, zambirak toshlarning zarbasida lashkarlarning qirilib ketib qolganini ko'rib, Shaybonxonni ochiq-oshkora maydon jangi qilishga undadi. Ammo Shaybonxon Iron lashkarlarining til haqoratlariga,
g'ururga tegislariga chidab, qal'aning sirtiga chiqmay turib oldi. İsmail Şahmu jang tadbirlarida Shaybonxondan qilishmaydi. U Shaybonxonning qal'ani mudofaa qilish orqali vaqtni keyniga so'zmoqchi bo'lganligini tezli bilib oldi. Chunki muhasir vaqti so'zilib ketsa, Shaybonxon vaqtdan o'tib oladi. Uningcha hamdamchi lashkarlarim yetib keladi. Ammo İsmail Şahning lashkarlarining oziq-to'ligi xo'raydi. Marvini jangsiz muhasir qilaverishdan zerikatdi. Vaqtning uzurishiga ergishib, jangovarlikqa suslashadi. Shaybonxon, o'zingni uncha aqlli chaqlab ketma. Garchi sen har qancha yiligar farosatli bo'lsang-mu, ammo mening seni Marva qal'asidan chiqara oladigan tadbirim bor. Bir qarorga kelgan Ismoil Shoh Shaybonxonga darhol maktub yozishga kirishdi. Ey Shaybonxon, bu sening nima qilganing? Tasarrufimdagi Ozarbayjonda ziyorat qilmoqchi, Isfahan saroyimning kulini ko'kka so'rmoqchi emasmiding? Nimishqa va'dangga amal qilmaysan? Mana, seni yashanganda yo'l azobi tatib qolmasin deb o'zim oldinga keldim. Biroq sen bo'lsang, menga ro'bro bo'lish u yoqda tursin. Qal'aga kirib olib, mendek musofir darvishga darvozalarini yepib oldim. Bilaman, bu yerda davomli yoshirinib turishni xohlamaysan. Chunki orqa tarafingda dushmanlaring sana jazo yurish qilish uchun jiddiy tayyorlik ko'ryapti. Shu topda Iron va Ozarbayjonda yuz bergan ma'lum voqealarni meni darhol qaytishga majbur qilyapti. Shu sababdan lashkarlarimni chekindirib ketmoqchiman. Ammo sen bu chekinishimni hargizmi qo'rqinchlikqa, ojizlikqa jo'rimg'aysan. Qayta ko'rishimizni taqdirga havol qilishni qaror qildim. Qayta ko'rishgacha omon bo'l. İsmail Shohdan deb bilursan. Shaybonxon bu xatni o'qiyotganda yiligar Ismoil Shoh Marva muhosirisini amaldan qoldirib, lashkarlarni butunlay chekindirib bo'lgan edi. Eron bilan Ozarbayjonda rostini zo'r voqea yuz bergan o'xshaydi. Bo'lmasa Ismoil Shoh oldirab denib chekinmaydi. Bu uni yo'qotishning yaxshi fursati. Darhol qo'g'lab zarba berish kerak. Shaybonxon hayajonli xiyollar ilkida sarkarlarni yov qo'shinini qo'g'lab zarba berishga buyurdi. Qudratli xonimizga ikki kalima maslahatim bor, dedi sarkarda Qambar Ali qo'l bog'lab turib. Gapni qisqa qilsizlar, dedi yovni qo'g'lashga oldirab turgan Shaybonxon betoqat bo'lib. Buguncha yovni qo'g'lamayli. Xonzoda Temur Sulton bilan Abdulla Mirzoning 20 ming kishilik lashkarining Marvaga yetib kelishiga yana 5-6 parsaq orliq qoldi. Parsaq uzunlik o'lchami. Bir parsaq 8 kilometrga teng deb izohatdi. Ertaga chiqib bo'ladi. Dushman shu ketgancha ketamdi yoki bu yerdan ketgan bo'lib, bizni qal'adan oldab ep chiqib jang qilish xiyoli bormi? Bu tarafimi aniqlanadi. Agar ularning jang qiladigan g'arizi bo'lsa, hamdamga keladigan lashkarlarimizni to'liq jamlab, ondan jang qilaylik. Agar shu ketgancha qochib ketadigan g'arizi bo'lsa, ularning oqisdan Hazrat Oliylarining shaxsan qo'g'lab berishlarining hojati yo'q. Xonzoda Temur Sulton, Abdulla Mirzo qatorliq sarkarlar bilan biz qo'g'lab boraylik. Hazratlar orqa safda turib bizga madad bergach, Iroq siminiga manzil qadam qo'ygaylar. Iron va Ozarbayjonda zo'r voqea bo'lgani rost bo'lsa, Shoh Ismoil bu yerdan qochib borgani bilan bu yerda mutasab tura olmaydi. Aytganlari durust janob Amir, dedi Shaybonxon sabrsizlik bilan eg'iz ichib. Lekin shuni bilsinlarki, Shoh Ismoil bilan jang qilish bo'lsa, g'azoti akbardir. G'azoti akbar ulug' g'azot deb izohatdi. Yana kelib, uning g'animat mollari nihoyat to'la. O'z qo'li bilan oldimizga akilib bergan ul g'animatlarni tortib olmasak,
boshqalarning moziqiga qolamiz. Raqiblarimiz Shaybonixon Shoh Ismoildan qo'rqib ketib, orqasidan qo'g'lashqima petinamapti deb masxara qilib orqamizdan kulishar. Bundaq yaxshi fursat oldida ikkilanish va asossiz vahima ish buyuk podshohlarga dunyo va oxiratda ziyon keltirgusidir. Mardona bo'lmoq kerak. Shaybonixon shundaq degunicha o'zi bosh bo'lib ot soldi. Bu chaqda Eron lashkarlari allaqachon Murg'ab daryosidan o'tib bo'lgan edi. Shaybonixon qilchilik gumon qilmay, lashkarlarni Murg'ab daryosining ko'rigidan tez suratda o'tib, yovni qo'g'lashga oldiratdi. Ular ko'rikdan o'tib bir osh pishim vaqt o'tganda qochqan yovning orqasidan yetdi. Merki qochqan degan so'z qo'shtirnoq ichida. Shaybonixon shundoq bir qarabla ongdan qoldi. Ismoil Shohning lashkarlari shu topda mustahkam jang sepi tuzib saqlab turgan edi. Oldinibdiman. Ismoil Shoh qechish yilisi ishiltibdi. Qattiq vahimaga tushgan Shaybonixon yo oldiga mengayverishni, yo orqasiga darhol chekinishni bilolmay turgan paytda orqa tarafdan kelgan Chog'dovul sarkardasi Chog'dovul orqa saf muhofazatchisi debdi zahatda. Can Vafobek uduqqan holda Shaybonixonga salom berdi. Oliylarga ma'lum bo'lg'ay. Bo'ktirmida turgan yov lashkarlari Murg'ab daryosining ko'rikini tamoman buzib etdi. Shaybonixon beshida chaqmoq chaqqandek cho'chidi. Ilgar Ismoil Shoh uning chekinish yo'lini uzib tashlagan edi. Endi uning uchun jon tikib jang qilishdan boshqa tanlash yo'li qolmagan edi. Shaybonixon sarkarlarga qarab sap tuzishga farmon tushirib bo'lguncha yov lashkarlari "Yo Ali" deb suran sog'inicha hujumga o'tdi. Yomg'irdak yoqqan yo o'qlari ko'zni o'ngshashga ulgurmagan Shaybonixon lashkarlarining yuz ko'zlariga, bosh bo'yinlarga, ko'krak bilaklarga sanjildi. Ismoil Shoh atrofga bo'ktirma qo'yib ulgurgan edi. To'rt tarafdan daryo toshqinidek bostirib kelgan yov lashkarlarining zarbasiga bardoshlik berolmagan Shaybonixon lashkarlari putirib ketdi. Shu topda ular jon qayg'usida qolgan edi. Ammo Shaybonixon chekinmadi. Atrofidagi sadoqatman navkarlar bilan birga yovg'i jon bidoliq bilan zarba berdi. Uning ko'krak, tog'oq, bilaklariga yo o'qi sanjilgan edi. Shundaqdimi eng oxirgi mag'durini yig'ib yovning beshiga qilich chapdi. Tuyuqsiz bo'yniga sanjilgan ajal o'qi Shaybonixonni oxiri otdan yiqitdi. Bu jangda Shaybonixonning bir sarkardasi hayot qolmadi. Nurg'un yer yaralangan Shaybonixonni o'liklar orasidan toptirib kelgan Ismoil Shoh uni bo'g'ib o'ltirishga farmon berdi va bosh so'ngakini oltin bilan qoplatib sharob ichadigan qadah qilib oldi. Hurmatli anglovchilar, bugun kitobni mush yergacha o'qib beray. Ko'ngil qo'yib anglaganinglarga rahmat. Xayr xo'sh, omon bo'lgaysizlar.